Hazorasda asossiz jarima bahsi qoida bor, lekin yo'l qayerda? Hazaras tumanida haydovchilarning kamera orqali asossiz jarimaga tortilayotgani haqida tarqalgan video jamoatchilikda katta muhokamaga sabab bo'ldi. Asosiy e'tiroz esa tanish. Yo'lda stop chizig'i yo'q. Shunga qaramay jarima kelyapti. Biroq odatdagidek gapning faqat yarmi aytilyapti. Qonun nima deydi? O'zbekiston Respublikasi yo'l harakati qoidalariga ko'ra, agar yo'l belgilari yoki chiziqlari ob-havo ta'siri, yo'lning yemirilishi yoki boshqa sabablari bilan ko'rinmay qolgan bo'lsa, haydovchi yo'l belgisiga amal qilishi shart. Ya'ni svetofor yonida stop belgisi bor ekan, yo'ldagi chiziq o'chgan, qoplangan yoki umuman yo'q bo'lsa ham haydovchi belgi oldida to'xtashi majburiy. Chiziq yo'q, qoida yo'q degani emas. Lekin endi ikkinchi tomonga ham qarasak, bu joyda yo'lning holati juda abgor. Asfalt o'yilgan, belgilarga yaqin joyda qoplama tekis emas, chiziqlar yillab tiklanmagan. Shu holatda savol tug'iladi. Qoida bor, lekin uni bajarish uchun yaratilgan sharoit qayerda? Qonun haydovchidan talab qiladi. Bu to'g'ri, lekin shu qonun mas'ul idoralardan ham talab qilinadi. Yo'l qoplamasini me'yoriy holatda ushlash, yo'l chiziqlari va belgilarini o'z vaqtida tiklash, harakat xavfsizligini ta'minlash. Kamera bor, yo'l shart emasmi? Ajablanarlisi shundaki, kamera ishlayapti, jarima kelyapti, lekin yo'l ta'miri esa yillab kutilyapti. Ya'ni tizim ishlayapti, ammo faqat jazolash qismi. Shunday ekan, kesatib aytganda, kameraga mablag' topildi, ammo asfaltga kelganda mablag' tugadimi? Xulosa, bu masalada haydovchi qoidani bilishi va unga amal qilishi shart. Mas'ul tashkilotlar esa yo'lni abgor holatda qoldirib, keyin jarima talab qilishdan oldin oyna oldiga qarab olishi kerak. Chunki adolat faqat jarima bilan emas, sifatli yo'l bilan ham o'lchanadi.